Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Reaksiya videolari to'xtab qoldi. Buning sababini esa Telegram kanalimda aytib o'tgan edim. Telegram kanalimda borlar juda yaxshi biladi sababini. Va do'stlar, bugun ozgina vaqt topdim. Bugun reaksiya qilishga qaror qildim. Xullas do'stlar, men kirinchi yozib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sразу reaksiya videomizni boshlayman. Ekran zapisimizni yoqib olaylik. Ekran zapisimizni yoqib olaylik. Video nomidan bilganingizdek do'stlar, bugun Agaga reaksiya qilamiz. Aganing yangi trekiga to'g'rirog'i. Nima debdi? Foydam demasa ukamasman. 11 kun oldin chiqqan va salkam 1,5 million prosmotrga ega. 1 million 400 ming prosmotrga ega ekan do'stlar. Tayyormisiz? Boshlaymiz unda. 1 minut klip kачествосini qara. Tak. Xullas. Shibla kommentlarda kulasan da bilan. Tayyormisiz do'stlar? Let's go. Foydam değmese ükemezmen. Men o dert çektim bilemezsen. Ailem yığılsa gülemez. Bile konsept qara bile dizayn qara jala. Вообще bu bola anaqani chitani yuksaltyapti qandaydir bola. O'ta yuksaltyapti. Bu yaxshi narsa yani do'stlar. Alohida e'tibor berganini, amakka skripkachilarni qo'ygani yaxshi zo'r. Foydam değmese ükemezmen. Men o dert çektim bilemezsen. Ailem yığılsa gülemezmen. Ey sen hala özün yandosamazsan. Foydam değmese ükemezmen. Men o dert çektim bilemezsen. Foydam değmasa ukamasman deganni kim qanday tushundi bilmadim. Menga xuddi manaqa tuyulyapti. Yo, o'zi haqiqatan ham shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni birovlarga foydam tegmasa, ya'ni meni uka deb qabul qilishmaydi. Chunki hozir bilasizlar, hamma birovdan bir narsalar kutadi, birovdan bir poddержка kutadi yo boshqa narsa qiladi, o'zi harakat qilishga erinadi. O'shanaqa zamonda yashayapmiz. Menimcha agam shu narsani aytyapti shekilli. Menimcha bu yerda agani aytib o'tayotgan narsasi xuddi shu narsa deb o'yladim. Ya'ni kimgadir foydam tegsa, ular uchun ukaman. Hatta foydam tegmagan vaqtda ukamasman ularga deganday tushundim men yani. Gülemezsen, ailem yığılsa gülemezmen. Ey sen hala özün yandosamazsan. Bize de aylanadı katta barot. Hemme danışımız her pavarotta. Hoşun etmedi onu karnı doktan. Nao etsek ettik geldik bize yoktan. Şerde başlanadı hayat ikkide. Bir gün Malibu'da, bir gün Kovult, bir gün Nikki'de. Sen yıkılışın adamanız ne hemme beni isteyende koşulmadım hiç sana dedim. Kara menle kafa boldu. 3 kız bir hanada su kayda oldu. Karıştırdık yine köpektirip cine viski. Eksi SMS yazadı bana gelin riski. Böyle pistez. Sana dedim kara menle kafa boldu. 3 kız bir hanada su kayda oldu. Karıştırdık yine köpektirip cine viski. Eksi SMS yazadı bana gelin riski. Hiç köp pul tapamam ku. No yaşasam barımı yazamam ku. İşlimen aileme saçamam ku. Ten al köp vak seni yapamam ku. Zo'r klip menimcha faqat mana shu yerdan iborat shekilli. Ya'ni faqat mana shu joyda aytdi. Lekin bu ham bir nima desam ekan, mod video yoki qanaqadir mod video deyapman-da, bir MP3 variantlar bo'ladi-yu. Ulardan 1000 marta bo'lsa o'liga ortiq. Qanaqadir mod videolardan bo'lsa o'liga ortiq, chunki klipga bir boshqacha atmosfera berib turibdi. Mana shu zdaniya bo'lsin, mana shu turish. Kiyimlarda endi aytmasam bo'ladi. Ustaki kiyimchani ham cho'tki qilib anaqa tiktiribdi boru, dizayn qildi. Shu narsaga e'tibor berganini qara-da, sen shu narsaga e'tibor berganini qara. Oddiy chiqsa ham bo'lardi masalan, biladi kundalik hayotda. Lekin ishini sevish kerak-da odam. Ishini sevgan vaqtda
yaxshi bo'ladi, oldinga ketadi. Faydam değməsə ülkəməsmən. Mən o dərd çəkdim biləməzsən. Ailəm yığılsa güləməzmən. Ey sən xalı özünyəm dosaməzsən. Faydam değməsə ülkəməsmən. Mən o dərd çəkdim biləməzsən. Ailəm yığılsa güləməzmən. Ey sən xalı özünyəm dosaməzsən. Faydam değməsə ülkəməsmən. Mən o dərd çəkdim biləməzsən. Bitta adashmasam Gaubitz qilgandim men. Ailəm Instagram'da ko'rdim 1 minut. yığılsa güləməzsən. Ya bile. Bu nima buna olib qoldi bolalar biladi. Faydam değməsə O bile direkt oqish cho'ta boshqacha. Faydam değməsə ülkəməsmən. Mən o dərd çəkdim biləməzsən. Ailəm yığılsa güləməzmən. Ey sən xalı özünyəm dosaməzsən. Faydam değməsə ülkəməsmən. Mən o dərd çəkdim biləməzsən. Ailəm yığılsa güləməzmən. Ey sən xalı özünyəm dosaməzsən. Yapıyorsun be. Bu sporu yapıyorsun be kardeşim. Nasıl akşam akacağız ya? Bu sporu yapıyorsun kardeşim ya. 1 minut. Nasıl akşam Aga. Xullas do'stlar, ko'rganimizdek anaqani Gaubitz qilibdi. Bitni tayyorlabdi. Bit ayri tema, bit ajoyib narsa chiqargan o'rtaga va aga har doimgidek chotki, Tak yana qaysi trekka qilsak, agadan boshqa chiqmadi bilishim bo'yicha. Boshqa chiqmadi. Qo'yinlarga reaksiya qilganmiz do'stlar. Xullas, boshlashiga mana shu joyda to'xtatib turaylik do'stlar. Qolgan reaksiya videolarni keyingi videolarda xudo xolasa qilamiz. Bugungi video bu yergacha edi do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni yaxshi edi. Trek yaxshi edi. Ya ja unaqa bizda masalan sakratadigan yo bo'lmasa bir o'ynatadigan trek emas edi, lekin вообще tempi zo'r trekdi. Вообще tempi zo'r. Oxirgi chiqargan treklar masalan agar har xildan chiqaryapti-da, tushunaysan, ba'zan o'ynatadigan klubnisidan chiqaryapti, ba'zan siqiltiradigandan, ba'zan o'ylantiradigandan shunaqa treklar chiqaryapti. Ya'ni bir xillik yo'q agada. Ko'z tegmasin deylik. Bir xillik yo'q. Hozir zo'r ketyapti. Menga juda ham yoqyapti hozir mana shu yo'nalishi. Har xil treklar chiqaryapti va odamni zeriktirmayapti, samimi glavnisi do'stlar. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Fikrlarimga qo'shilasizmi? Qo'shilsangiz albatta kommentariyada yozib keting va kelasi reaksiya videosi qaysi reperga, qaysi trekiga bo'lsin. Buni ham yozib ketsangiz juda ham xursand bo'laman. Bugungi video bu yergacha edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Kayfiyatingizni aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.